boshchi, mana sizga sovg'a topib oldim. Oling. Voy oyijon, rahmat kattakon. Shu uylarni kelin boshchisiga remont qilib berishim kerak edi. Rahmat oyijon. Lekin pul yo'q deysiz. Doyozga topib qoldik-ku, topib qolmaganimizda bo'lardi. Oyijon, Sveti puli tugabdi, pul to'lash kerak. Endi hamma pul topishga ketdi-yu, o'tiramiz endi qorong'ida. Biram mehribonsiz oyijon. Ha, endi shu ko'nglim bo'shda mani. Siz yumshoqqina yursangiz bo'ldi oyog'ingiz bilan. Voy oyijon, o'g'ri tushdi, uyga o'g'ri tushdi. Voy, nima vahma qilasiz? Uyda o'g'illarga yaxshilarsa-yu, siz oyog'ingizga topib qolgansiz-yu, hamma pulga. Oyijon, osh qilmoqchi edim, xodimlikda go'sht qolmabdi. Menimcha endi go'sht yemasa kerak-a? Nega endi yemas ekanmiz? Ha, endi bor pulga menga topib qoldik-ku. Ha, endi shunaqa kunlar ham bor ekan-da. Qarang. Voy Yangajon, menga bir sadaqa qilmaysizmi? Ukajon, bir tip pulimizni topib qolganmiz. Zo'rg'a qilib ko'ryapmiz o'zimiz. Boshingizga katta musibat tushibdi-da. Oyijon, Iskandar Buildings'ning yangi mezbon loyihasidan 2 xonali xonadon uchun boshlang'ich to'lov 87 million to'lov qilib uy olsa bo'lar ekan. Olamiz, Xudo xolasa. Topishkani qarang, yaraqab turishini. Tapchika, qattan ham oldim, shuni minnat qilib ko'zim ochirmadilar. Endi ovsin, mana menga 10 yil oldin tapchika olib bergandilar. 15 yil gapirdilar. Mana 1-2 yil qoldi. Yedirilib yo'qolib ketadi, keyin gapi ham tugaydi.